Avtomat korobkamizni juda ko'pchilik kutganda mashina tayyor bo'ldi. Xudo xolasa men bitta sizlarga obzor qilib beraman. Ungacha sizlar bitta like bosib turinglar. Polniy obzor qilib beramiz. Qo'ygan motorimiz avtomat korobkali zavodskoy bo'ladi. Disiplinani olib tashlaganmiz. Motorda injektor zavodskoy Malibu barlar bilan qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Zavet qilib ko'rsatamiz. Yurishlari. Ovozlari eshitilmaydi. Xo'p, sidinani. Olamiz. Mashinada zavodskoy avtomat korobka, zavodskoy injektor bo'ladi. Labo motordan ham ancha kuchli, buni ot kuchi juda ko'p. Buni labo motordan ancha qulayliklari bor. Sep bo'ladi, zubchatrimim bo'lmaydi. Klapan tortishlagan narsa bo'lmaydi. Ancha qulayliklari bor. Birinchi qulayligi avtomat. Probkalarda juda ko'p ish beradi. Probkalarda disiplinani bosib turish, Damazda muammo bo'ladi. Disiplinani bosib tursangiz, skoroskdan chiqmay qoladi, skoroskga tushmay qoladi. Shunaqa muammolar bo'lmaydi inshaalloh. Motor ishlashlari ham o'ta go'zal. Polniy bunga ustanovka qilib qo'yganmiz. Bu mashinani avtomat korobka qo'yaman degan odam kelib minib ko'rishligi uchun motor qo'yib qo'yganmiz. Kimda kim o'rnataman desa, kelib minib ko'rishlari mumkin. Mashinamiz tayyor inshaalloh.